Alaykum qizchajonlar, mana bizaga Koreyada yangi tovarlar Hotvi kosmetikalar kelgan. Hozir sizlarga bitta obzor qilib beraman. Bundan tashqari yana tovarlarimiz bor. Mana bu yoqda Skinlab'dan mana shunaqa gidrofilkamiz bor. Dr. CPU'dan. Mana Dr. CPU'dan bu makiyajni yaxshi yechib beradi va o'sha burundagi qora tochkalarni yaxshilab tozalab beradi. Bunisi Medipil'dan maska. Bu yoqda увлажняющий krem Felicia'dan, bu yoqda XSUI'dan SPF kalar bor. Bu yoqda Snow White'dan o'sha ham yuzni oqartirib beradi, tonini bir xil qilib beradi terisini. Ham yuzinglarni namlab beradigan krem. Bu yoqda qo'l uchun namlantiruvchi kremlar har xilli. Bu yoqda so'mdan kushon. Keyin bizada qizlar yana bitta yangiligim bor. Bizadan 300 mingdan oshiq yoki 300 minglik tovar sotib olsanglar, mana shunaqa sovg'alarni sizlarga taqdim qilamiz. Inshaalloh. Mana hammasi pushti rangda. Xohlaganinglarni, xohlagan bittasini tanlab olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar zakovka, xohlasanglar mana bunaqa yuzga qotganda taqib oladigan abadoga, xohlasanglar mana bunaqa sochiq, yuz uchun sochiq, xohlasanglar mana bunaqa yuz uchun vati. Mana bunaqa abadoni har xil rangidan bor. Men faqat hozir pushtisini sizlarga ko'rsatib beryapman. Buni seri rangi bor, bordoviy rangi bor, to'q ko'k ranglaridan bor. Zakazinglarni Telegram kanalidan beringlar. Yana tovarlarni, boshqa tovarlarni ham inshaalloh obzor qilib ko'rsatib beraman. Yana bitta narsa, mana bunaqa chiroyli paketlarga o'rab jo'natamiz. Xudo xohlasa narsalarni shunaqa. Zakazinglarni Telegram kanalidan beringlar.